oxirgi 10 yilda Buxoro viloyati aholisini toza ichimlik suvi bilan ta'minlash va oqova suv xizmatini yaxshilash uchun 2,7 trillion so'mlik mablag'lar ajratildi. Aynan mana shu mablag'lar evaziga viloyatimiz bo'yicha 5000 kilometrdan ortiq ichimlik va 86 kilometr oqova suv tarmoqlari, 97 ta ichimlik va 31 ta oqova suv inshootlari qurilib, foydalanishga topshirildi. Viloyatning markazlashgan ichimlik suvi bilan ta'minot darajasi agar 2016-yilda 50% dan past bo'lsa, 2026-yil 1-yanvar holatida 80% dan oshdi. Joriy yil yakuniga qadar biz bu ko'rsatkichni kamida 85-90% ga yetkazishni maqsad qilib qo'yganmiz. Ya'ni bu degani 2 million 100 minglik Buxoro aholisini 1 million 800 mingi toza ichimlik suvi bilan ta'minlanadi. Xuddi shuningdek, agar 10 yil oldin oqova suv xizmati 10% atrofida bo'lgan bo'lsa, mana shu yil yakuni bilan 25% ga yetkaziladi. Osiyo infratuzilmaviy investitsiya banki mablag'lari hisobidan bugungi kunda 385 million dollar mablag'lar jalb qilingan. Aynan mana shu mablag'larni hisobiga biz bugungi kunda viloyatimizda markazlashgan ichimlik suv ta'minoti va oqova suv xizmatini yaxshilash bo'yicha tizimli ishlarni olib bormoqdamiz. Bugun hurmatli prezidentimiz ichimlik suvi yo'qotishlarini oldini olish, debitor qarzdorlikni kamaytirish va ichimlik suvi tannarxini pasaytirish, ayniqsa bu yerda quyosh panellaridan foydalanish, shu kabi ko'plab topshiriqlarni berdilar. Ushbu topshiriqlar albatta Buxoro viloyati bo'yicha ijrosi ta'minlanadi.